Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda 1 kunlik darvozabon bilan 10 yillik darvozabonni tajribasi o'rtasidagi farqni bilib olamiz. Mahmud, sen 10 yildan beri faqat varatada o'ynaysan, to'g'rimi? Tajribang yetarli darajada. Men bugun varatar bo'lishga qaror qildim. Sen joyingni olib qo'yaman desam. O'sha bellashamiz bolalar. Bugun 3-4 ta qiziq raundlar bo'ladi. O'sha hammamiz biladigan penalti, long shot, birga bir, maha bilan tezligimizni ham o'lchab ko'rarmiz balki. Xullas maha bilan qaysidir ma'noda bellashuv bo'ladi. Maha tepgan payt eng qizig'i mana varataga turaman. Unaqa qochishni ko'ramiz. Kim yutishini. Nima deb o'ylaysan videodan? Ajdani qanchalik o'zimni ko'rsata olaman? Endi mana aytarlar-ku, такой лёгкий keslar. Oz tush onsonu men qaytaraman. O'shaga men desfil qiladigan paytim yetib keldi. O'zim sani anaqangda sinab ko'raman. Meni holatimga tushadigan paytim yetib keldi. Shu o'zing nima deb o'ylayapsan? Qanaqa? Va endi qiyin bo'lishi aniq. Meni qiziqtirayotgani sen qanaqa tepasan? Long shot, penaltilarni, varatar. Penaltini o'veringman, long shot. Qizalaysan. Yo'q. Birga birda ana aldash, tezliging, xullas video qiziq bo'ladi do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Mahmud gapirmaydi. Bolalar birinchi udar ko'ramiz. Maha bugun o'zini ishini qanaqa bajaradi. Vamos! Ikkinchi udar. Meni hozir o'zimga qiziq bo'lyapti-da. Chiroyga ishlaymi yo natijagami? Ko'ramiz. Do'stlar, qalbim chiroyga ishladi-da. Qalbimga ishondim. Bolalar mana 3 tadan 3 turdim. 5 shansovka, hech qanaqa savol. Imkonsiz. Yo'q, bunday oldi. 5 shansovka. Hech qanaqa imkoniyat qoldirmadim hozir. Mahani mana legendarniy, original Manuel Neuer shunaqasidan kiyadi. Mana shu 10 yillik tajribasini boshida olgan perchatkasi bu. Shuning uchun hozir kiyaman. Nima deb o'ylaysan? 3 tadan 3 tura olasanmi? Dar tepaman bo'ldi. Seriozmi? Voy, nima? Na texnika aqlim emas, qaroch. Menga o'xshaydi. Yo'q, dar tepaman, maqsad sen qo'lingni sindirish. Ha, men qo'limni sindirish bandasiga emas. Bolalar mana birinchi urarim, javob o'zcha qaytaraman, nima zo'rlagan. Bolalar, нереально qaytardim. Chittat qildim. Bitta ko'rsatdim, ложный bu yoqqa. Мировой уровень. Nima qildiryapsan? Ha, o'sha bu yoqqa yugurib, bu yoqqa qarab turdim. Yo'q, tegandek sezdim men qopga. Yo'q, qarabdi deb. Bolalar reaksiya bildira olmadim, qimillamadim, nima qilay? Bolalar, mashina to'sam, ha, kitobing yo'q ular. Zato bitta to'sdim, ey. Ha, shukr qiling, что qo'ling sog'omon qoldi. Ha, shukr. Senga rahmat aytaman. Bolalar, endi Maha bilan biz hozir sprinterskiy kачествоlarimizni tekshirib ko'ramiz mana. 2 metr deyapti Maha, lekin 2 metr emas, men chiziqdan 5 metrgacha. Такой 5 metr Mahaga fora beryapman. Bilmayman, yig'lab yotibdi, tenkasan ham yutaman bir bolalar, xullas. Ya, u gapni men aytmam, sen aytding gap. Tipa menga fora berib o'zingni bilmadim, babdek ko'rvordingmi mana shu yerda? O'zing fora so'rading men. Maha bilan tenkasak sen yutasan dedim. Mayli, unaqa bo'lmasligi uchun endi fora beriladi. Ha, shunaqa. Hop. Bolalar, bizda varatar bilan birga bir juda ham qiziq. Hozir Maha meni aldolarim yo'q. Men buni hozir eshitib tashlayman. Eshitisham. Shumi? Nima? Sizni bir emas deb o'tirchyapsan, ha? Taku katta bir 10 litrli odam. Buni kirib sanga bitta. Kirib. Hozir men glanzayacham Jahonga o'sha yerga ketib qoldim.
Bile çok doğru başladım. Odam emasman. Voy bile. Jet. Bile yüzüge. Gitsem bular. Kıram onu. Basharangni deb bo'lmadi. Qo'shib qo'yardim uni, o'sha qo'rqib burchak ketyapti. Ko'rdinglarmi boqa? Ya. Boqa do'stim ko'rasan. Tuxu etmayapti mana. Kep turib kiyfot aytdi. Yonga. Ya baratar, baratar. Urushmas, Baratar. Shu va. Boshda aytdim, senga o'zi o'sha yetkazmoqchi edim. Azob chekishim kerak. Da, azob chekishim. Azob chekishim kerak. Lekin bajara olmadim. Endi long shotlarga men seni azoblayman. O'g'illar, hammalar sevadigan long shot. Mahir bilan 10 ta tepamiz, ko'ramiz hozir. Kimning naviklari balandroq keladi. Men g'alatada zo'rroqmanmi yoki tepishdan bilib olaman. Ochini ochib oldik. Bosish kerak. O'g'illar, men qani tagu 9 ga demayman, mayli, pushka nakl bu. I'm alive, and I'm a savage. Dynamite on the mic, and the mic bashes. High at night when I find the lines, so the lines are bright. Trying to find the lines are bright. Mani gapiradi. O'zi ham to'solmaydi, burchagiga boshqa. Xiya, o'shtiga tepsiz bo'ldi. Guess it's just a matter of pleasures. Life on the line, light line with matches. 1 million underneath my mattress. Undefeated, ascended. Been seeking to get it. You weak and I'm at it. Ana bolalar, jahonning kitobini yopish payti keldi. O'sha aytardi, bu oson, bundan oson ish yo'q deb. Hozir o'zi vaqtida, o'zi bilaman. O'zi yeb qoldi. Kommentarlar bu bilan Messi. Voy bilan. Bo'ldi bolalar, Messidan Ronaldoga o'tadi. Ya'ni aylantirishdan pushka. Ronaldo bu, Ronaldo. Kira 7. Tak u Chelsea'ni kiyib olib. Bolalar mana Ronaldo uchun imyuni ham kiyib oldim, bo'ldi. 2008 Prime versi. Arsenalga urgan 40 metrda ushtab qolgan. She all about the cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you. Ronaldo, nastoящий Ronaldo ma'lum. Xuddi o'sha taktika. Ronaldo 2008. Oshga zo'r turdi, oxirdan peysta ichidan o'tib ketadi-yu, gologramma shunaqa bo'lyapti-da. Javob hamda 10 ta urar ekan bo'ldi. Просто mana xatoyim boshdan Ronaldoga o'xshatdi. Просто meni ham xatoim boshdan Ronaldoga o'xshab ketdi. Yo'q, nima bo'lyapti? Ham invalidmiz, Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the bor olding.
Mayli, men buni burchakka oldim. Bolalar mana ko'rdinglar, long shotda jahonni xo'rladim, xohlagancha gol urdim. Jahonni ancha-muncha interesni tepar ekanman. Tan olasan shuni? Qara, bu yerda mana bunaqa narsa. Bu yerda nechtasi o'zimga kelsa ham kirib ketdi-da. Agar ularni varatar bo'lganda bunday to'sib qo'yardi-da. Esan yutmagan bo'lardim. Videoni qizig'i ham shunda-da, chonsan, varatar menga urishing kerak. Long shotda o'zimga kelsa kirib ketadi. Ya to'g'ri, lekin hammasi ham o'zingga kelmadi. 9larga tepib. Burchaklarga tepganing ham bo'ldi. Gap yo'q, men xavf paratki, bilaman, oldindan ham zo'r tepadi. Burchaklarga tepib ham urdi. Prosta bitta xato bo'ldi. Boshida 6 ta udardi, mana Messiga o'xshab aylantirishga ketdi. O'shani xato bo'ldi. Krisa yetmaganingda aylantirib yutib ketardi. Long shotda qaytarish qiyin bo'ldi. Penaltida ko'rdinglar, olib chiqib yubordim. Niyam. To'g'ri, olib chiqdim, prosta men birat kulib tepdim. Kulib tepdim, yig'latib yubordim. Yig'latishim mumkin, ha. To'sdim-ku, men jinnimiz. To'sdim men. Ha, olaman. Odam emasman. Olaman. Endi yugurishda yutishim aniqroq edi. Prosta endi nima? Videoda qoidasi shunaqa edi-da. Bolalar varatadagi birinchi kuni bunaqa omadli bo'lmadi. Maha bilan necha yo'q qoldi. Maha серьезный соперник ekan. O'shaning uchun endi trenirovka qilib, hech bo'lmasa nima, tajriba kunimni bir 30 kun, 60 kun qilsam, keyin revansh olsam bo'ladi. Bir yil qolasan. Da, bir yil. Любой payt tayyor, 10 yillik tajribasi bilan. Xullas bolalar, mana shu videoga 10 mingta like yig'amiz. Kommentda revansh deb aktiv bosorsanglar, Maha bilan revansh bosamiz. Men ertadan chiqib varatarskiy trenirovkalarni boshlayman. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. O'zim yordam beraman. Bo'ldi. O'zim tayyorlayman. Bo'ldi. Kanalga podpiska tashlash esdan chiqmasin. Izohlarda yana qanaqa mavzu bo'lsin yozib qoldiringlar, cho'ta yozmayapsizlar. Keyingi videolarda Maha o'tirishga podpiska обязательно. Bar qo'ymayman. Maha o'tuvchi. Qo'yasan. Qo'ymasang qarg'ayman. Bo'ldi. Bolalar Mahaga ham podpiska tashlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.